Assalomu alaykum hammaga. Pesland kompaniyasi yangilik yaratishda davom etadi. Xudo xolasa bugungi yangiligimiz sizlarga klass dominator kombaynlari uchun maxsus ishlab chiqarilgan Xitoy davlatida podborchikimiz bo'ladi. Podborchikimiz bu komplekt bo'ladi. Hozir shu podborchikimizni kodlanganicha tanishtirib o'tamiz sizlarga. Bu podborchikimizning razmeri 320 bo'ladi. Bu podborchik oldini lentasi o'zining gidromotori bor. Shu gidromotorda aylanadi buni. Ortiqcha remi, sep shart emas. Oddiy raspliterning bir to'shkasi bemalol aylantirib beradi bu narsasini. Keyin buning ustunlik taraflari va qulaylik taraflari kombaynlar uchun buning 320ligi, ya'ni ortiqcha og'irlik, ortiqcha nagruska talab etmaydi. Podborchikimizning orqa tarafina keladigan bo'lsak, buning orqa tarafi klass dominator kombaynlar uchun birebir tushadi. Maxsus shular uchun ishlab chiqarilgan, o'zlarining nishqisi shunday yasalgan orqasi. Ya'ni faqat klass kombaynlari uchunmi degan mijozlarimiz uchun bu narsamizni xohlagan kombaynlarni, yenisi bo'lami, dominator bo'lami, mega bo'lami bemalol ozgina prilik etib qo'ysa bo'ladi bu narsani.